Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar. Buxoro viloyat Vobkent tumaniga mangal qurdik. 2025-yil 9-aprel. Mana bu mangalimiz Chornoy g'olada turibdi. İç to'qson. Damaxoti. Bunisi duxovka. Mana bu o'rtaga damaxot bo'ladi. Mana bu 50 to'michka. Mana bu buning ustidan bitta loli bo'ladi. Bitta bunisidan bo'ladi. 2 bakoy 10 cm, arkası 14 cm, üstü 14 cm alov aylanib, teng o'rtadan chiqib ketadi. Bu alov qo'yadigani, bu kulxonasi. Bu montaj qiladigani. İçi yana qalin armaturdan qo'yilgan. Baliq pishirishga, samsa pishirishga hammasiga bo'ladi. Tashqi ko'rinishini. Bunisi samovar. Pivo bachog'ini 50 talikdan qo'yilgan. 50 litrlik. Buni ham 4 taraf ana beri tomoxot bo'ladi. Hozir üst turba. Hali ust yopilmagan, o'sha uchun shu holatda turibdi. Ana bu yoqqa kran bo'ladi. 50 litr oladi enerjiyaka bachok, pivaniki. To'la o'choqlar. 20 kg qozon. 100 talik. Tomoxot chiqqan, ana bu tandir. Tandirni shu yuksak hamma joyini qilib bo'lgandan keyin tunika turba bo'ladi. Keyin tandir qo'yiladi. Har qachon tandir bo'lsa o'sha yulib tashab yana qo'yiladi. Yangisini bakoyi, tayi hamma joyi o'ziga turadi. İchiga 9 ta teshigi bo'ladi damaxot. İchiga atrofiga bo'yargala teshigi bo'ladi. Ovqat gurd qaynash maqsadiga tutun chiqmaydi eshigidan. Qorong'ilik ko'rinmayaptimi deyman. Bu gaz montaj qiladigani. Bu alovxonaniki, bu kulxonaniki. Tashqi ko'rinishi hali remont qilinmadi. Tutun umuman eshikdan chiqmaydi. 30 cm eshikdan 30 cm uzoqlikda saqlasa 30 cm tutun ichkariga kiradi. Yo'qsa like bosinglar.